Arab tili ikkinchi dars. Arab tili so'z boshi katta harf bilan yozilmaydi. Jim, ha, xa, dal, zal harflarini o'rganamiz. Jim o'zimizning Jga yaqin til yuqori tanglayga tegishi orqali chiqariladi. J. Ha. H harfi halqumning orqasidan halqum yo'lini toraytirib chiqariladi. Ha. H harfi o'zimizning qattiq H kabi halqum yuqorisidan qirilib chiqadi. H. Jim va H harflari bir-biriga o'xshash, faqat nuqtasi farq qiladi. Nuqta ichiga qo'yilishi yoki qo'yilmasligi jim va H harflarini beradi. Bunda yozilishlari mana shunday bo'ladi. Bu yerda qattiq H bilan dal harfi ko'rsatilgan. Dal o'zimizning o'zbekcha D bilan bir xil. Xo'p, dal harfi o'zidan keyin so'zga qo'shilmaydi, o'zidan oldingi so'zga qo'shiladi. Dal va zal harflari ikki xil ko'rinishga ega, alohida ko'rinishi va xat boshida kelish ko'rinishi bir xil, o'rtada va so'z tugashida kelish ko'rinishlari bir xil, ikki xil ko'rinishga ega. Zal harfi tilni yuqori tishga tekkizib, S harfini chiqarganimiz singari Z harfini ham chiqaramiz.